Xalqaro Sharqi Turkiston Tashkilotlar birligi a'zosi Sharqi Turkiston inson haqlarini kuzatish jamiyati Turkiyadagi yerlik tashkilotlar bilan hamkorlashib, aslida Sharqi Turkiston munbari qurib chiqqan bo'lib, munbar xalqaroda yolg'onchilik kuni deb tanilgan 1-aprel kunidan foydalanib, Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshi xalqaroliq jamiyatga diqqatini tortish maqsadida chaqchaq emas, irqiy qirg'inchilik showari bilan İstanbul boshchiligida Turkiyaning barliq viloyat, shaharlarida Xitoyga qarshi zo'r ko'lamlik pa'aliyat o'tkazdi. Pa'aliyatga 34 dövlətki 200 ga yaqin tashkilot ovoz qo'shgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylarida turkcha, inglizcha va boshqa tillarda bayonot e'lon qildi. Xitoy 2017-yili 1-apreldan buyon Sharqi Turkistonda keng ko'lamlik tutqun qilish harakati boshlagan edi. Yana bir tarafdan Shvetsiya Uyg'ur ma'arif uyushmasining tashkilishi bilan Stokgolmdagi parlament binosi oldida namoyish o'tkazildi. Namoyishchilar irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin, yig'ilish lagerlari to'qolsin degandek shioarlarni to'ladi. Amerika dövlət məclisinin Cumhuriyetçilik partiyasidan bo'lgan a'zosi Michael Waltz Xitoyning Uyg'urlarga yurgüzüvatqan zulumlari İntayiin yirginishlik degan. O yaqında xəvərlər haftaligi jurnalining ziyoratini qabul qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga tutgan muomalasi ilgari Rivanda, Sudan, Bosniya va natsistlar Germaniyasida yuz bergan milliy qirg'inchilikqa o'xshaydi degan. Amerika Dövlət Məclisinin a'zosi Michael Waltz yana mundaq degan: bir millatning yer yuzidan yo'qotish uchun shu millatning avlod qoldirishining oldini olish va keng ko'lamlik bosqinchilik harakati yurgizib, ularning genlarini buzishni planlash intayin yirginishlik bir ish. Michael Waltz so'zida Xitoy hukumatining navbatda o'zining zo'r iqtisodiy kuchidan foydalanib turib, Amerika shirkatlarining irqiy qirg'inchilikqa qarshi so'z qilishini to'sishga urinayotganligini ayblagan. Shuning bilan birga u yana o'zining ko'p qatim Xalqaro Olimpik komitetidan 2022-yilda qishliq olimpik tanharakat musobaqasini boshqa davlatga yo'tkazishni talab qilganligini aytgan. Shu kuni yana Amerika Dövlət Məclisinin Demokratlar partiyasidan bo'lgan vakili Kretsi Xolaxonmo bu haqda ifoda bildirib, Xitoy Birlashgan Dövlətlər Təşkilatı Xavfsizlik Kengashining a'zosi bo'lganlikdan Birlashgan Dövlətlər Təşkilatıdan zo'r umid kutish mumkin emas. Shunglashqa Amerika va uning muhim ittifoqdosh davlatlarining bu masaladagi pozitsiyasi intayin muhim deb ko'rsatgan. Xitoyning Fransiyada tarqitish huquqiga erishgan dövlət kanalida Uyg'urlar uchirgan zulmni inkor qilish uchun saxta Fransiya muxbirlari bilan tashviqot qilganligi oshkorlandi. Fransiyada bir torbatma qurgan bu kanal o'xshamagan jurnalistlarning har xil masalalar to'g'risidagi ko'z qarashini uning betiga kirgizishga boshlagan. Fransiyadagi danglik gazetlarning biri bo'lgan Le Monde'ning ko'rsatishcha, Uyg'urlarning zulm va ziyonkashligini rad qiladigan bir iston avtori saxta ismlarni ishlatib, jurnalist bo'lib o'ttirg'a chiqqan kishi ekan. Axborot əzalları özünü mustaqil jurnalist deb tanıştırgan Lorene Bialman ismli kişinin axborot kartisi yo'qligini Fransiya Kasbiy Jurnalistlar Komitetining a'zosimi emasligini bayqagan. Xitoy uchun to'liq tashviqot quroli sifatida ishlaydigan kishi yozgan Uyg'urga qarshi maqolada Uyg'ur ayollarining tug'mas qilib etilganligini va ishlashga majburlanganligi to'g'risidagi ayblashlar qat'iy rad qilingan. Biamand yana Uyg'urlarning yig'ilish lagerlariga qamalmaydiganligini hamda uning 2014-yildan 2019-yilgacha bo'lgan oralikda atalmish Şinjanni sonsiz ziyorat qilganligini va Uyg'urlarning bu rayonda xo'shal yashaydiganligini ilgari surgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika Hong Kong haqidagi paketlarga parvo qilmay, Hong Kong sababli Xitoyni tanqid qildi va Xitoyni ichki ishlarga og'ir darajada aralashdi deb aybladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning Beijing hukumatining Hong Kong alohida ma'muriy rayonining yuqori darajalik avtonomiyalik qurilmasini qalaymuqallashtirayotganligini tanqid qilishga qarata, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Xitoy taraf bu ahvoldan qattiq norozi bo'lib, qat'iy qarshi turadi deb inkas qaytardi. Ministerlikning bayonotida Amerikaning Hong Kongning alohida imtiyozli o'rnini bekor qilish tahdidining bu rayonning taraqqiyoti va gullanishining oldini ololmaydiganligini ko'rsatib, Amerikani Hong Kong ishlariga aralashishni to'xtatishga chaqirdi. Blinken tönögün özlerining Hong Kong siyosat qonuniga asosan Amerika parlamentiga qilgan yillik xitobnomasi to'g'risida yozgan yozma bayonotida Hong Kongning yerlik qonun bo'yicha bo'lishi kerak bo'lgan avtonomiyalik qurilmasining Beijing tarafidan bekor qilinganligini bayon qilgan.
Tayvanning sharqidagi Xolin rayonida poyezdning relsdan chiqib ketishi natijasida 36 odam qazo qilgan, 60 odam yaralangan. Dövlətlik mətbuatlarının Tayvan qatnaş ministerliğini asas qılğan uçurlara qaraganda, təxminən 350 yo'lovchi o'ltirgan 8 vagonluq poyez Xolin rayoniga kirgan tonnelda relsdan chiqib ketgan. Poyezdning 4 va 5 vagonlari og'ir ziyonga uchirgan bo'lib, o't o'chirgichilar va izlash qutqizish otryadlari naq maydonga avatilgan. Vaqada 36 kishining hayotidan ayrilganligi, 60 kishining yaralanganligi aniqlangan. Tayvan rahbari Sayingwen munosabatlik ministerlik va tashkilotlardan hodisa to'g'risida zarur xizmatlarni boshlashni talab qildi.